Nishka bo'ldi, endi uyalma, ketma, baqaga to'xta. Qishda endi qiynalmaysan. Mana bunaqa ajoyib bo'lgan konteynerli tomdan yasalgan joyda qishlaysan, xudo xolasa. Akalarim assalomu alaykum hammaga. Ozod Nurbek xudo xolasa yana sizlar bilan aloqada. O'tgan oy video qilganimizda esingizda bo'lsa, konteyner mahsulotlaridan tom yopib beradigan Anjonli akalarimiz bordi. Anjonlilar keldi deganingizda, o'sha Anjonli akam xudo xolasa mana bugun yana xizmat. Akam assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamadingiz? Bardamsiz? Tinchmisiz? Rahmat, do'st akalar. Aka, bitta gap ayting. Xafa bo'lmaysiz faqat. Yo'q. Ajr g'utni bilasiz. Xo'p. Ana shunaqasiz akajon, joningiz sog' bo'lsin. Umringizdan baraka toping. Ana u bilasizlar, ajr g'ut qayerda bo'lsa ko'karib ketaveradi mana. Akam ham xuddi shunday. Bugun qayerda biz desalaring akalar, bugun Jizzax, Zomin, Beshbuloqda biz xudo xolasa. Ikkita ana biznesmen akalarimiz bor, hozir rasmini chiqaramizlar, ko'rasizlar, ana akalar ham xudo xolasa mana bunaqa qo'ra qurishyapti ekan, mollarga, qo'ylarga, o'zlarga. Manzarani qarang. Xo'p, soatimiz hozir bitta qaraveramiz, soatga necha bo'pti soat? Soatimiz rovno 6 bo'pti. Jizzax yonyapti. Havo rosa issiq, lekin bu yerda shobada bor. Mazza salqinmadi, даже ter oqmayapti. Kelganimizga 10 minut bo'ldi, hali ter oqqani yo'q. Xudo xolasa akamiz bilan yana konteyner tom mahsulotlarini reklama qilgani keldik, ya'ni akalarda ishini sizga ko'rsatgani keldik. Xudo xolasa. Ustobo, Topshirish marosimida rahmat. Qiyinchilik bo'ladi hamma joyda. Nimadan qiynaldilaring? Birinchi o'rin shuni ayting. Ana hamma topgan pulingizni hisob kitob qiladi, hozir bilasiz. Undan ko'ra bitta qiynalganingizni so'rayman. Odamlar qiynalganlarni so'rashni yaxshi ko'raman-da. Nimadan qiynaldilaring bugun? Bu yerda. Ertaga qiynalamiz. Aha. Pul sanayotib qiynalamiz. Akam qo'ymanglar. Anjonli gap ko'rsatdi deymiz-ku, bo'ldi. Biz maqsadga qaytamiz. Anjonli akalarning xudo xolasa bugun 12-kunmi aka? Bugun 12-kun. 12-kun. Boya aytdingizki, tokdan muammo bo'lyapti. Hozir tok o'chdi. O'chdi, u jiji ishimiz qoladi, aka. Ikkinchi etajga chiqishga narvon qilyotgandik. Narvon qilib bersa bo'ldi. Bo'ldi. Endi bu yerni o'zimiz ana bunaqa chiqib yerni qilamiz, hech muammosi yo'q. Xo'p, akalarim 12-kun bugun ishlashlari qaranglar, konteynerdan tom yopganlar. Qo'shimcha ma'lumot, narsalarni o'zlaridan yana so'rab o'tamiz. O'tgan safar video Bo'stonda qilganimizda ko'rgandilaring. Xuddi mana shunday 2 etajli, bular ham o'shalardan ko'rib zakaz qilishdimi, nima bo'ldi? Xuddi shunaqa bo'ldi bular ham. O'shani ko'rib, zakaz qilishdi, kelib o'lchab ketdik, keyin olib keldik hamma materiallarni. Xudo xolasa tugayapti ish. Xudo xolasa mana tugayapti. Bo'ldi. Xo'p, ber nima plan aka, bularda plan nima bo'pti bu yerga? Agar sir bo'lmasa bitta aytib o'rsangiz. Yosh tadbirkor ukalarimiz bor, Mirjalol degan bolalar. Qo'ylar boqamiz, yetishtiramiz deyapti. Shu yerga qo'yxona qilmoqchi. Endi mana u tomoniga oxir qo'ydik. Bu yerga ham qo'yiladi. Faqat mana stashga qo'ydirib berishga ertaga kelar ekan usta. Mana pokiza yo'laq yurgan odamzod. Mehmon keladi, boshqa keladi, bemalol ayog'i iplos bo'lmay kirib keladi-da. Yashing, xuddi ana kinolarda dacha bo'lar ekanda, albatta. O'sha rancho deymiz-ku, ana o'ylarga shunaqa joy bo'ladi. Zo'r. Mana tomni qaranglar. Xudo xolasa tomga ham chiqamiz akalar, muammosi yo'q. Birinchi pastidan boshlaylik, usta bu o'zingizning ma'lumotlarni aytasiz. Bemalol. Baribir ustasi o'zingizsiz. Xo'p, bular profildan bo'lgan-a? Konteynerdan, stokasidan. Necha? Stenani nima? Mana stenasi 4, 5 ga 10 bo'ladi endi. Shuni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana ular yon lisidan bo'ladi. Mana bu kusoq yerda yotganlardanmi? O'shami katta? Bo'ldi, men o'sha yoqqa o'tib olaman. Ustob, biratula taglarini ham nasib ko'rsatamiz. Stenasini bemalol ko'rsating mana. Stenasini bemalol ko'rsating. Javob. Xudo xolasa. Ishga javob. Xudo xolasa mana. Ishga javob. Qaranglar, mana bu tarafdan o'zi profil qilishgan. Qo'yilgan taxtalarni bekorga bosib beramizmi? Bekorga bosib beramiz. Tunikasini ham tekinga bo'ladi akalar. Vodiychasiga bekorga bo'ladi, Jizzaxchasiga tekinga bo'ladi. Tekinga desa bilasizlar, hammalari o'shani ko'rasizlar. Tekinga xudo xolasa qilib berishadi. Ustiga tomiga tunikalarni olib bersangiz, tunikani ham yopib berish xizmati ichida bo'ladi akalar. Hisob kitobi. Xo'p, qaranglar. Usta bu ustumsiz. Hozir bu tom ustumsiz. Ustumsiz necha metrgacha bo'ladi? 25 metrgacha behijolat, xudo xolasa. Ustunsiz. Ko'tarishiga, qoriga, yomg'iriga, do'liga, shamoliga nimasiga desa javob. Xudo xolasa, behijolat. Zo'r. Mana buni ustob o'tgan safar aytdingiz. Ukajonim, bir xillar arzon qilayotganlar ham bor, tan olaman dedingiz. Mana bunisini o'rtasini kam qilib ketadi-da, mendan ketguncha egasiga yetguncha dedingiz. Xo'p. Undaqa emas bu, xudo xolasa. Yo'q. Uy egasiga tushuntiriladi. Uy egasiga tushuntiriladi. Xo'p, mana shu joyingiz 10 millionga bitishi ham mumkin. 15 millionga bitishi ham mumkin deb tushuntirib, keyin bu orasi 1 metrdan qo'yamiz, manaqa material ishlatamiz deb tushuntirsak, tushungan odam deydi. Agar mana o'tgan safar qildik Bo'stonda, Zominda, Bo'stonda. Shu ishni ko'rib, xursand bo'lib, ko'zi bilan borib ko'rib kelib chaqirishadi, mana Xudo xolasa bugun topshirish marosimi. Yashing. Bu yerda ham kelib ko'rib ketaman desa muammo emas. Yo'q, kelsin. Behijolat. Lekin akalar, videoda ko'rayotgan narsangizga ishoning, men sizga aytayapman. Men yolg'on narsani reklama qilmayman hech qachon.
Men o'zim ham lekin Jizzaxdan hozir keldim Shayxgacha to'g'risi 85-90 kilometr yurib keldik, lekin tog'ni eng cho'qqisiga chiqdik. Eng tog'ni ustida o'sha 5 bola mahallasida biz xudo xolasa. Endi sizga yana ham ko'rsatamiz o'shaga. Ko'rgan narsangizni akam bilan gaplashasiz. Mana bu stena hamma narsasini nimadan bo'lgan, nimadan qo'ygan hamma narsasini akam tushuntirib beradilar behijolat. Bitta pauza qilamiz biz yuqoriga chiqib, yuqoridan baribir syomka qilib, nima ishlar bo'lgan, qanaqa bo'lgan, unisini ham ko'rsatamiz. Usta bu tepaga chiqamiz endi, iloji yo'q. Ketdik. Narvonimiz bitmay qoldi baribir. Ketdik. Biz tepaga chiqamiz, bitta pauza qilamiz, rozi bo'lasizlar. Eng qiziqcha chiqadi. Xo'p, ketdik akalar, xudo xolasa ustiga chiqib oldik. Qaranglar, men tomni sizga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana buni qilingan ishni. Ishoninglar, rosa ham lekin zo'r turibdi. O'tgan safar osilib ham ko'rganmiz, boshlansa qilganmiz, ko'tarishiga 100% javob. Mana usta bobom o'ziga bitta mashq qilib turamiz uni. Turni tortishni o'rganib kelsam bo'lar ekan. Xudo xolasa, siz ham hali reklamaga chiqarib shunaqa bo'lib qolasiz. Xo'p, qaranglar, mana qotiriladigan narsalar nimada qotiriladi bu usta, oddiy samarangizda qotirib ketadimi desangiz, yo'q, mana akalar, mana bu narsa ishlatiladi, mana bu narsa ishlatiladi. Mana shu 3 ta narsa bo'ladi. Uchala narsani ham qotiriladigan, ishlatadigan joyi bor. Mana bunisini mana qaranglar. Kichkinasi. Mana bu kichkinasini mana bunga qotirilgan, mana. Ko'rdingizmi mana? Bundan tashqari mana bu qolganlarni ham poliga, tomiga ana shu ishlatadigan joyi bor. Mana shu narsalardan ishlatiladi, xudo xolasa. Xo'p, usta bu nima bo'lyapti? Oralig'i qancha bo'ldi, nima bo'ldi? Tushuntiring buni. 120 dan tushdi bu. Aha. Oralig'i yana 15 metr. Bunaqasi 11 metr. 11 metr. 15 ga 11 bo'lyapti. 15 ga 11. Boya aytganingizda 25 metrgacha javob. Bez ustun xudo xolasa. Bez ustun 25 metrgacha javob akalar. Xo'p, qaranglar, bunda ham yuqorisiga mana bunaqa narsa ishlatilgan akalar. O'sha boya endi snitcherda stenasini buni 4 ga 5 ga 10 deydi. Aha. Bu yoq 10, bunaqasi 5. Stenasi 4. Stenasi 4. Ustun xorilarga shunday ishlatiladi. Ustun xorilarga akalar shunaqa bo'ladi. Ya'ni ustun qo'yishga, bunaqasiga, ana ustun, to'sin deymiz-ku bunaqa. Bular endi bular vodiychasi gaplashsa, men sizlarga jizzaxchasiga tarjima qilib beraman. Zo'r bo'ladi. Xo'p, mana bulari aka, usta bu adashmasam bular pulga qilib berilayotgan joyi. Ikkinchi etajda bakoylar deyiladi. Bakoylari kelishgan holda yonlari pulga qilinadi. Tepalar u mana pollilar o'sha dagorning ichida. Besplatniy. Yashang. Agar yo ukajon, men buni o'zim urib olaman desa ham muammosi yo'q. Yokida g'ish urib qo'yaman desa ham, loy shoh qo'yaman desa muammosi yo'q, o'zlari qilishadi. Agar yo'q desa, bittaning ko'zini oldida qatirib, keyingisini qatirib ko'ring deymizda, o'rgatib qo'yib ketaveramiz. O'rgatib. O'zimdan narsa yo'q. Ana sizga, men eshitishim bo'yicha vodiylik bolalar sir yashirishadilar deysiz, lekin siz unaqa emassiz. Aka, hamma sirrini oladi u. Shunday. Drill yashirilsa bo'ldi, xudo xolasa. Albatta. Iloji bo'lsa sizdan kelib ish o'rganib, shuni o'zi ham qilsin. Bemalol hijolat. Aloqaga chiqaversin. Bundaqa akani ko'rmaganman, lekin ishoninglar, haqiqatdan. Xo'p, usta bu, meni ko'zimga tashlangan narsa atrofni to'rt burchak qilib o'rabsiz. O'radi. Nimaga o'rta ochiq? O'rta yopiladimi yo'q? Yo'q, yopiladi. Dashborni yopib Buni yopiladi. Bu yerga beda pirslar joylaydi. Qanday olib chiqadi uni? Mana bu yerda darvozasini yasaganmiz. Besplatniy. Bu yerda akalar darvoza bor ekan. Men ko'zimga lekin tashlanmadi aka. Qulflab qo'yibmiz hozir kalt. Bo'ldi. Kalta bor, muammosi yo'q. Mana bor. Mana akalar o'zlari qilishgan. Mana shu yerdan yem hashida olib kirishadi. Tashqaridan shunday tashlaveradi, pirslar. Mashina to'g'rilab qo'yishadi. Mashinadan to'g'ri tashlaveradi. Voy, yashang mana sizga ana. Lekin haqiqatdan mazza qildim men. Akalar zo'r. Xo'p, usta bu yana bitta iltimos sizdan. Hop, qo'ldan. Endi so'raganga erish yaxshiroq so'rasa, mana bu tunukadan issiq o'tib ketadi deyshadi ba'zilar. Deydi. To'g'ri issiq o'tadi. Bu temir. Hozir haroratni bilaysiz, ko'chada issiq. Lekin mana bu yerda turibmiz, havomiz yaxshi uchun ikkalamiz ham terlaganimiz yo'q akalar. Mana hali ter oqqan yo'q. Boya ham aytib o'tdim, endi ham aytyapman. Ichkari kirsak ham hali ter oqqan yo'q. Tashqari quyosh soat 6. Mabodo siklavata qo'yaman desa nima bo'ladi? Qo'yib berilaveradi. Ichidami yo'q? Ichida qo'yib berilaveradi. Kelishgan holda qilib berilaveradi. Oxirida bitta choychani baquvvat qilib bersiz, xudo xolasa. Anjanga yetadigan choychan qilaysiz. Voy, akalar, mana sizga endi maslahat beraman. Maslahat berish degan-ku, mana buni iloji bo'lsa ichiga siklavata bostirib olaylik. Agar pulga o'rinmasiz, yo ukam, menga bo'laveradi, ham hashayim turadi desangiz, bo'laveradi, muammosi yo'q. Usta bu dacha bo'lsa, dachani qilib berasiz. Yana nimalarni qilib berasiz? Bitta aytib keting. Odamlar faqat shunaqa yopishar ekan, bular og'ir yopishar ekan demasin, bilaman, qo'lingiz gul, hunarsiz. Biznesmen akalarimiz bor. Misol mebel ishlab chiqaradigan, ko'mir, sement, mollarga yem hashaylar bor-ku. Mashina furab kelsa qiylayapmiz, tashqariga to'kib keyin toshyapmiz. Shuni kengroq qilib berasizmi desa qilib beramiz. Mini stadionlar qilib beramiz ular ichida. Shunaqa temirdan nima soha bo'lsa qilib yasab beramiz. Odamni ham yasab berasizlar, muammosi yo'q. Jonsiz qilib yasab beramiz. Muammosi yo'q, xudo xolasa, yashang. Xo'p, akalar mana ko'ring joyda, boya aytganlaridek 15 metr. Ana sizga
bo'yayotganlaridek o'zlari eniga 25 metrgacha ustun sizga javob. Mana bular endi uporlar bu ehtiyot shart. Klientimiz qotirib ber deyishgan ekan, akam qotirib berishibdi. Muammosi yo'q. Qotirmasangiz ham ko'tarishga javob, endi baribir ehtiyotini qilib, aka tashlab ketavering. Sizdan nima ketdi? Men shunga rozi bo'ldim deb uydagilar qilishibdi. Bo'yayotganimizda stenasi hamma narsasi qalindan bo'ladi akalar. Shamolga, bo'ronga hammasiga 100% javob xudo xolasa. Usta bu xizmat haqqi nima bo'lyapti? Xizmat haqi ekitajli bo'lsa 350 ming so'mdan bir kvadratda. Buning ichida hamma temir mahsuloti o'zimizdan, Andijondan olib kelib qilib beramiz. Uyda egasi tunkani olib bersa, qo'lli yog'ochini olib bersa, o'sha dagordisda qoqib beramiz. Yashang. Ana ichimizda shaytoncha bo'ladi-ku, aka, mana unda qani dabdalasidan olib kelishadi, chirigandan, mo'rtidan sinib ketadiganini olib keladi deyishadiganlar ham bor, yo'q emas. O'zingiz ham eshitgansiz. Sifatiga qanday javobni xudo xolasa bunga ham? Agar men mana shu ishni zo'r qilsam, orqasidan 10 ta ish chiqsa menga baxtku. Biz narsa zo'r baquvvat qilishim kerak ishni. Xudo xolasa. Yashang. Gapni eshitdilaring akalar. Sifatiga, yurish-turishga hammasiga javob. Agar mabodo kelaman deb, boshqa narsa qilaman, ko'raman desalarni, muammosi yo'q, adresni yana aytib ketamiz. 5 bo'ladi biz. Jizzax, Zomin 5 bo'ladi. Yo'q, men bora olmayman desiz. 5 buloqda. Yo'q, men bora olmayman desiz, akam o'tgan safar ishlagan joyi bor, Bo'ston. Yo'lda ustida. Shunday kirib o'tasizlar, aka, muammosi yo'q. Erdan ko'p ketib bo'ladi. Jizzax shahardan hali qurdirganlarni ko'rmadik. Jizzax shahardan bo'ladigan bo'lsa, undan ham qurdirib olinglar, xudo xolasa. Ana shunday narsalar. Menga rosa yoqib akalar. Ustaga faqat toki bilan vaqtida yeb ichar, abetini qilib bersangiz, xudo xolasa erga javob. Hozirda yana uydagilar siz aytmoqchi, nimjon u bo'lib qolsachi desa, через notarius orqali ham ish qilaveramiz. Ya'ni necha yil turib beradi desa, o'sha turib berishigacha javob. Через notarius orqali. Hozirgi misol men lazimga javob beraman. Kimdir javob bermaydi degan savolga bo'lsa, notarius orqali qo'lida dokument bo'ladi egasini. Через notariusdan o'tkazib berasiz, muammosi yo'q. Behijolat. Bo'ldi, yashang. Usta bo'l, lekin sizda qasini ko'rmadim. O'g'il bolaga. O'g'il bolaga. Bu ikkinchi ishimiz siz bilan. Xudo xolasa yana davom etadi. Hali qarab turing, mana aytdingiz. Bitta joyga boraman xudo xolasa. Xudo xolasa, xudo xolasa. Eg'ini ham ko'rsatamiz. Akalar mana sizga. Keling, ko'ring, xudo xolasa siz aytgan usuldagi tom yopish xizmatlari. Aytganlaridek molxona, qo'yxona, qanaqadir ishlab chiqarish biznesingizni joyini yopishingiz kerakdir yokida stadion, mini stadion qurdiraman deysizmi? Hamma temir ishlardan daji kerak bo'lsa, Eiffel minorasini ham qurib berishadi. Muammosi yo'q. Javob. O'zbekistonda bitta bo'lasizlar. Pastaki nomerlari bor, aloqaga chiqasizlar, savol-javobni o'zlaring qilasizlar. Usta bu nima qoldi? Aytilmagan yoki ana klient tomonidan nimadir sizga qulaylik qilib berilishi kerak. Bilaman, asosiysi qilib berish kerak bo'lgani tok birinchi o'rin обязательно. Lekin ana elektrod opke, balgarka opke degan narsa yo'q. Yo'q, u biz bo'ynimizga ular. Faqat tok bilan yebichi suvingizni qilib bersa xudo xolasa bo'ldi. Yotar ekan joy bo'lib qolsa yotayotgan joyda. Bo'ldi shu. Ishiga qarama. Bo'ldimi? Kam ko'z qolmadimi aytiladigan? Yo'q, xudo xolasa qolmadi. Xudo xolasa hammasi aytildi. Zo'r. Salomat bo'linglar. Nasib bo'lsa kimga zakaz kerak bo'lsa, pastda nomerlari bor, usta bovani zakaz qilasizlar. Mabodo bo'layotganimizda borib ko'rishim kerakman, ishingiz sifatini ko'rishim kerak. Siz ishlarning sifatiga birinchi o'rin javob, ikkinchi o'rin через notarius tasdiqlab beradilar. Bu ikki. Mabodo ko'raman siz telefon nomer, akajon, palonchi joyga qilganingizni adresini berayman desangiz, lokatsiyasiga tashlab berishadi. Borib ko'rib, eg'ini o'zing qisalaringdan bo'ladi xudo xolasa. Usta bu salomat bo'ling. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik yana. Salomat bo'ling. O'zingiz ehtiyot qiling. Issiq kunlarda bularni ham joniga balli. Bular ham mana shu ishlayotibdi. Salomat bo'linglar.